Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Kengashi Sharq Turkistondagi siyosiy vaziyat haqida maxsus doklad tayyorlab chiqqan bo'lib, hozirgacha texi e'lon qilinmagan edi. 18 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raislaridan Kengash palata a'zosi Jeff Merkley va Avom palata a'zosi James McCorn Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Kengashining raisi Mitchell Bochilga ochiq maktub yo'llab, bu dokladni Beijing qishliq olimpik musobaqasi boshlanishidan ilgari e'lon qilishni talab qilgan. Maktubda ular Mitchell Bochildan Birleşken Devletler Teşkilatı munbirida buningdan bir yilcha ilgari ko'rilgan Xitoyni qo'llash shamolini eslatib o'tish orqali shu vaqtda 50 necha mutaxassisning Sharq Turkistondagi zulm va bostirish andishalarini ifoda qilganligini. Ularning shu vaqtda Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashi bu masalada Xitoy hukumatining qilmishlarini kuzatib turishi lozim deganligini alohida ta'kidlagan. Maktubda aniq qilib biz Kishilik huquq oliy kengashining shuncha ko'p mutaxassislar o'tirg'i qo'ygan, shuncha ko'p tavsiyalarni qabul qilmaganligidan bakmo umidsizlandik. Sizlarning bu vaqtdagi dokladni Beijing qishliq olimpik musobaqasi boshlanishidan ilgari e'lon qilishinglar dunyo jamoatining u joyda nimalarning bo'layotganligini aniqroq bilishi uchun bakmo muhim deyilgan. Ma'lum bo'lishicha Kishilik huquq oliy kengashining bu dokladi 2021-yil sentabrda qo'ldan chiqqan bo'lsa-mu, noma'lum sabablar tufaylidan hozirgacha e'lon qilinmagan ekan. Dünya Uyghur Qurultayini o'z ichiga olgan xalqarodagi 250 kishilik huquq tashkilotining 14 yanvar Birleşken Devletler Teşkilatı bosh kotibi Antio Guterresning Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish taklifini qabul qilganligiga norozilik bildirib e'lon qilgan Birlashma chaqiriqi g'arb matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'adi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida Birleşken Devletler Teşkilatı bosh kotibi Antio Guterresning Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish taklifini qabul qilganligi tarixiy bir xatolik hamda Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiliklarga ko'z yumish deb ko'rsatdi. 250 tashkilotning birlashma chaqiriqi mundaq iboralar bilan boshlangan. Tibetlar, Uyg'urlar, Hong Kongliklar, Xitoylar, Janubiy Mongoliyaliklar, Tayvanliklar va boshqa kishilik huquq tashkilotlaridan tarkib topgan 250 dan ortiq ommaviy tashkilotlar birlashmasi Birleşken Devletler Teşkilatı bosh kotibi Antonio Guterresga maktub yo'llab, uningdan qabul qilgan Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish taklifini amaldan qoldirishni talab qildi. Chaqiriqda mundaq deyilgan: Birleşken Devletler Teşkilatı'daki 50 dan ortiq mustaqil kishilik huquq mutaxassisi xalqaro jamiyatni kollektiv holda keskin tadbirlarni qo'llanib, Xitoyni kishilik huquqi hurmat qilishga va xalqarodagi majburiyatlarni ado qilishga kapolatlik qilishga chaqirmoqda. Kishilik huquq faoliyatchilari Xitoydagi borgan sari nacharlashayotgan kishilik huquq tafsandichiliklarga diqqatni markazlashtirishni talab qilishmoqda. Chaqiriqda 250 kishilik huquq tashkilotlari ichidan Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va Tayvan tashkilotlarining vakillarining so'zlariga o'rin berilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi Zumratay Uyg'ur mundaq degan: Uyg'urlar va boshqa musulmonlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizilayotgan mushundaq bir paytda Birleşken Devletler Teşkilatı bosh kotibining 2022-yillik Beijing olimpik musobaqasiga qatnashmoqchi bo'lishi kishini cho'chitib qolmay, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yadroluk prinsiplariga tubdan xilofdir. Uning Beijing qishliq olimpik musobaqasida paydo bo'lishi Xitoyning mustabid hukmronligi ostidagi barliq kishilik huquq qo'g'dovchilarini qattiq g'azablantirib qolmay, o'z navbatida yana Birleşken Devletler Teşkilatı'ning xalqaro sahnadagi obraziga ig'ir ziyon elib keladi. Chaqiriqda bayon qilishicha Tibet harakati tashkilotining vakillaridan Pema Doma Birleşken Devletler Teşkilatı bosh kotibi Antonio Guterresning Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish taklifini qabul qilishi butunlay bema'nilik. Balki bu Xitoy kommunistlarining Tibetlar, Uyg'urlar va Hong Kongliklar ustidan yurgizayotgan ig'ir bostirishlarga qarshi iqimga butunlay zid degan. Hong Konglik siyosiy aktiv Francis Hui mundaq degan: Antonio Guterresning Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashishni o'ylashayotganligiga kishining haqiqatan ishongusi kelmaydi. Uning bu musobaqaga qatnashish qarori tamoman yerginishlik bo'lib, Beijingga bo'lgan cho'qinishini oshkorlab berdi va xalqaro jamiyatning kishilik huquq masalalariga butunlay beparvo qaraydiganligini isbotlab berdi. Hammadan muhimi, biz buning Xitoy doiralarining qilmishlariga yordam berganlik bo'lib kelishidan ansiraymiz. U Xitoyning taklifini qabul qilishni darhol amaldan qoldirishi lozim. Bosh shtabi Italiyadagi kishilik huquqni qo'g'dovchilarni qo'g'dash tashkiloti 18 noyabr doklad e'lon qilib, Xitoyning chet ellardagi Xitoy qochqinlari va Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarib ketishda xalqaro qonun o'lchamlarga ochiq oshkora xiloflik qilganligi va uning bu harakatini qonunlashtirishga tirishayotganligini bayon qildi.
Mazkur tashkilotning ixtiyorsiz qaytirish, Xitoyning chet ellardagi qochqinlarni qaytirib kelish maxfiy harakati nomli dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı Xitoy qochqinlarini va Uyg'ur musofirlarini qaytirib ketishda 3 xil metodni qo'llangan bo'lib, bu 3 xil metod musofir yoki qochqinlarning yurtidagi oila a'zolariga tahdid silish, saqchi va agentlarni ular turishliq davlatga avatib, bevosita parakanda qilish va yoki ularni turishliq davlatda tutqun qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Dokladda Xitoyning bu 3 xil metodni konkret qanday ijro qilganligi sonliq ma'lumotlar va konkret delillar bilan tafsiliy sharhlangan bo'lib, doiralarning uningga qanday qonuniy tus berganligi, biroq uning 2 va 3 xil metodlarining nishondagi davlatlarning qonuniy egiligi ham xalqaro qonun, o'lcham va davlatlar orasidagi qoida usullarga buzg'unchilik qilganligi ta'kidlangan. Dokladda ko'rsatishicha, Xitoy Uyg'urlarni qaytirib kelishda oila a'zolariga parakandichilik silish yoki tutqun qilish orqali qaytib kelishga majburlash, xalqaro soqchi tashkilotini suiiste'mol qilish, Uyg'urlar turishliq davlatlarda vositalik tutqun qilish yoki 3-davlat orqali qaytirib kelish qatorliq vositalarni ishlatmoqda ekan. Kishilik huquqni qo'g'dovchilarni qo'g'dash tashkilotining 69 betlik dokladida oila a'zolariga tahdid silish Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni qaytirib kelishdagi umumyuzlik usuli ekanligi. Uning 2017-yili bu usulni qo'llanganligi, shu yili Misrda 200 dan ortiq Uyg'ur o'quvchining tutqun qilinganligi, ularning ichidagi nurg'unlarga urug' tuqqanlarning telefon qilib qaytib kelishni talab qilganligi ta'kidlangan. Doklad yana Xitoyning ba'zida bevosita va vositalik tutqun qilish usulini qo'llanganligi, Misr va Arab Birlashma Xalifaligi soqchilarining Xitoy soqchilariga yordamlashib, qonunliq turayotgan Uyg'urlarni tutqun qilganligi va qaytirganligini, 2018-yili Dubay soqchilarining Ahmadjon Tolibni tutqun qilib, Xitoyga qaytirishi vositalik tutqun qilishning bir tipik misoli ekanligi ta'kidlangan. Dokladda Dubay taftish doiralarining Ahmadjon Tolibni qaytirishga yetarlik asos yo'qligi, uning qo'yib berilishini aytgan bo'lsa-mu, biroq uning yana Xitoyga qaytirilganligini bildirgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyning Uyg'urlarni qaytirib ketishdagi yana bir usuli 3-davlat to'ziqi bo'lib, Turkiya buning eng yaxshi o'rnagi ekan. Dokladda aytilishicha, 2017-yili Istanbulda yuz bergan bu voqeada Xitoy soqchisi Husayn Iminto'xti va boshqa 3 nafar Uyg'urga Arab Birlashma Xalifaligi, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston yoki Qozog'istonning birini tanlashni shart qilib qo'ygan. Dokladda tutqunlarning hammasining Dubayni tanlaganligi, biroq ularning Dubayga beribla g'oyib bo'lganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha, ularni Arab Birlashma Xalifaligining Xitoyga o'tkazib berganligi yoki Xitoy agentlarining tutquniga uchirganligi aniq emas ekan. Doklad yana Xitoyning nurg'un tutqunlarga Interpolning qizil toshliq tutish buyrug'i chiqarib, mazkur xalqaro soqchi tashkilotini suiiste'mol qilib kelgan bo'lsa-mu, biroq u yana qochqinlarning mutlaq ko'p qismini ixtiyorsiz qaytirish yo'li bilan ilib ketganligi ta'kidlangan. Kishilik huquqni qo'g'dovchilarni qo'g'dash tashkilotining dokladida aytilishicha, Xitoy rahbari Shi Jinpingning taxtga chiqishi va uning qo'zg'agan cheriklikka qarshi turish harakati bilan Xitoydan qochadiganlarning soni shiddat bilan ortgan. Dokladda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Mahkamasining sonliq ma'lumotidan naql keltirilib, 2012-yildan 2020-yilgacha chet elda siyosiy panohlanuvchi Xitoy grajdanlarining 700% ortganligi, 2020-yili 110 Xitoyning siyosiy panohlik tilaganligi, shu yil yana 175,585 Xitoyga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining musofirlik salohiyati berilganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha, Xitoy soqchilarining va boshqa Xitoy davlat agentlarining dunyo miqyosiga kengayishi Shi Jinpingning 2017-yili boshlagan cheriklikka qarshi turish harakati bilan munosabatli bo'lib, u 2014-yildan beri 10 mingdek kishini qaytirib ketgan. Angliyaning davlat bexatarlik organi MI5 Xitoy hukumati uchun xizmat qiladigan josusning Angliya parlamentida aktiv harakat qilayotganligini oshkorlagan. Angliyaning BBC agentligining bu vaqtdagi xabaridan qaraganda, Angliyaning ichki bexatarligiga mas'ul organi bo'lgan MI5 13 yanvar payshanba kuni Angliya parlament a'zolarini Xitoy josusi haqida ogohlantirgan. Ular bu Xitoy josusining Angliya parlamentining siyosiy yo'nalishini o'zgartirish uchun harakat qilganligini bildirgan. Uqtirishda kimligi Kristina Lechunkuy deb aniqlangan bir ayol Xitoy Kompartiyasi tarmoqidagi markaziy birlikda xizmat bo'limi bilan birga maxfiy harakat qilgan. Ular Angliyaning kishilik huquq masalasini o'z ichiga olgan bir qator masalalardagi siyosiy pozitsiyaning Xitoy Kompartiyasiga foydali bo'lishiga kafolatlik qilish uchun Angliyadagi ta'sirga ega shaxslar bilan munosabat o'rnatishga uringan deyilgan. Xabardan qaraganda, o'zi bir advokat bo'lgan Lechunkuy Angliyada Xitoy do'stlik jamiyati va Angliya Xitoy qurilishi to'g'ri qatorliq ishchi guruhi bilan ochiq oshkora munosabati bor bo'lib, u o'zini Angliyadagi Xitoy jamoatining vakilidek ko'rsatib turib, Xitoy hukumati uchun xizmat qilgan ekan. U yana Angliyadagi siyosiy partiyalarga, parlament a'zolari, Angliyadagi ommaviy xizmat nomzodlariga va shuningdek siyosiy o'rinlarning kandidat nomzodlariga iona qilish ishlariga ko'plab qatnashgan ekan. MI5 uqtirishida yana Lechinkuyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining siyosiy sahnasidagi shaxslar bilan keng ko'lamda aloqa qilganligini, Angliya parlamentidagi parlamentlar aro guruhi bo'lgan butun partiya parlament guruhi bilan yaqin munosabat o'rnatganligini bildirgan. Mazkur xabar oshkorlangandan keyin xalqaro axborotlarda zo'r inkas qo'zg'adi va Xitoyning markaziy birlik bo'limi haqidagi munozaralar qaytadan kuchaydi.
Xitoy Markaziy Birliklar bölümü Xitoy Kompartiyasiga bevosita qarashliq bo'lgan va Xitoy Kompartiyasining siyosiy va hokimiyatiga qarshi tahdid paydo qilgusi manbalarni yo'qotish va yoki uni passivalga tushirish uchun xizmat qiladigan eng yuqori darajalik organ bo'lib, uning xizmat doirasi ham Xitoy ichi hamda chet ellarni o'z ichiga oladi ekan. Markaziy Birliklar bölümü yaqinqi yillarda Amerika qatorliq g'arb ellarining diqqatini qo'zg'ashga boshlagan bo'lib, Amerika Davlat Majlisi qarmaqidagi Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlik komiteti bu vaqtda e'lon qilgan maxsus dokladida Xi Jinping hokimiyatga chiqqandan keyin Markaziy Birliklar xizmat korpusining xizmatlarining qattiq kuchayganligini, ularning Xitoy ichi va sirtidagi o'qituvchi fikr va manbalarni yo'qotish, passivalga tushirish, chet ellardagi jamoat fikr iqimini o'zgartirish, chet el hukumatlari va parlamentlariga singib kirish qatorliq harakatlarni ilib borganligi va uningda belgili g'alaba qozonganligini bildirgan edi. BBC'ning xabaridan qaraganda Li Chunkuy Angliyada yaqin munosabatda bo'lgan kishilarning biri Angliyaning ishchilar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Barry Gardiner bo'lib, Li Chunkuy 2014-yilning oxiridan boshlab uning siyosiy harakatlarini mablag' bilan ta'minlab kelgan ekan. Diqqat qo'zg'aydigani Li Chunkuyning o'g'limi uning siyosiy faoliyatlarida fidoyi bo'lib ishlagan ekan. Vaqa oshkorlanib ketgandan keyin Barry Gardiner o'zining bu mablag'ni butunlay o'z xizmatlarini yaxshilashga, Angliya parlamenti uchun texmo yaxshi xizmat qilishga ishlatganligini bildirgan. BBC'ning xabar qilishicha Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi MI5ning bayonlarini qat'iy rad qilgan va Angliyadagi Xitoy jamoatiga tuhmat qildi va qo'rqitdi deb ayblagan. Xitoyning siyosiy, iqtisod va fan texnika markazi bo'lgan Beijing shahri Xitoy virusining Omikron variantining tarqalishi bilan patparoqchilikka tushib qolgan. Bloomberg xabarlarining 7-yanvardagi xabarda aytilishicha Omikron varianti navbatda Beijing, Shanxay, Shenzhen qatorliq shaharlarda bayqalgan. Xitoyning Chag'an bayrami yaqinlab kelayotgan, shuningdek Beijing qishliq olimpik musobaqasiga 3 hafta qolgan bir paytda yangi virusning tarqalishi navbatda Xitoy doiralari uchun bir yangi bosh og'riqi bo'lmoqda ekan. Garchi hozir yuqumdorlarning soni 10 necha bo'lib, bu sonni bek ko'p degili bo'lmasa-mu, ammo ilgirki yuqumning baloyi ofatlarini unutmagan kishilar uchun bu hol yanada bir zo'r qo'rqinchdan derak bermoqda ekan. Hukumat doiralari olimpik musobaqasining bileti avomga setilmaydiganligi, faqat hukumat tashkillagan o'maklarning musobaqa ko'rishiga bo'ladiganligini uqtirgan. Xitoy hukumati hozirmi bu virusning manbasini sirtdan izlayotgan bo'lib, Beijing shaharlik sayya idorasidan Pang Xinhu bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, tunji bemor chet eldan posilka topshirib olgandan keyin yuqumlanib qolgan degan. Ammo virusning keyingi yomirishi haqida turli taxminlar o'tirg'i chiqayotganlikdan, navbatda Beijing qishliq olimpik musobaqasining qanday bo'lishi haqida turli fikrlar tarqalmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yo'lida sudek oqdi bizning qanimiz, sen uchun ey yurtimiz.